Assalomu alaykum obunachilar. Mana 5 dona bo'g'oz qo'ylarimiz keldi akalar. Mana ko'ringlar. Ishlari 8 tadan. 5 ta, 4 ta 5 tadan tuqqan qo'ylar mana. Haqiqiy so'rlardan boqaman degan aka-ukalarimizga keldi mana. Mana aka ko'ringlar. Toza kashtallardan boqaman degan aka-ukalarimizga keldi mana. Manzil Namangan tuman Tepao'ron qishlog'ida akalar. Mana akalar ko'ringlar, 5 dona toza kashtallardan keldi mana. Hammasini bir joyda so'lang akalar. 3 million 100 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastlabkasi ham tekin. Mana. Toza kashtallardan boqaman degan aka-ukalarimizga keldi mana. Lekin bitta ichida o'sh kattan tanlab olaman desalar akalar, pulga to'g'ri kelmaydi, lekin 3 million 100 dan hammasini bir joyga olsalar ketaveradi. Bitta ikkita tanlab olganga to'g'ri kelmaydi. Qo'shasizlar puldan ko'proq qo'shiladi. 100 ming 200 ming buna bitmaydi. Demak, o'zimizga ham bermagan 100 ming 200 ming qo'shganmiz. Shuning uchun hammasini bir joyga olsalar 3 million 100 dan ketaveradi akalar. Mana qo'y daqiqa zo'rlaridan keldi mana. Mana akalar ko'ringlar, haqiqiy zo'rlardan boqaman degan aka-ukalarimizga keldi mana. Laytni bosib, kameralarga otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xolasa bundan ham yaxshilarni chiqarishga harakat qilamiz akalar. Obuna bo'lib, layt bosib, otangga rahmat deb qo'llab-quvvatlab tursangiz, Xudo xolasa qo'y daqiqa zo'rlardan chiqarishga harakat qilamiz akalar. Bo'ylar 75 plyusga beramiz akalar bularni. O 80 plyusi ham bor mayli. 75 plyusga beraveraylik, qo'yni so'yibga ketaveradi. Mana akalar ko'ringlar. O'sha gap akalar. Laytni bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib tursalar akalar, bundan ham yaxshilar chiqib sizlarga SMS tarzida borib turadi akalar. Video jo'natgan kamchiliklar oldindan uzr, sog' bo'ling, salomat bo'ling.